Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum mo'min musulmon birodarlar. Biz hozir Janubiy Koreya mamlakatining poytaxti Seul shahrida turibmiz. Bu yerda Koreya Musulmonlar Federatsiyasining qoshidagi juda ham ko'rkam, chiroyli masjidda turibmiz. Allohning jannatidan umidvor bo'lgan, Allohning insonni tasavvuriga sig'maydigan jamolidan, uni jamoliga yetishishdan umidvor bo'lgan bandalar uchun juma muborak. Bugun aziz kun, juma kunida turibmiz. Jumani jamoat bilan birga shu yerda o'qigani kelganmiz. Bizdan bu yerda juda ko'plab musulmon birodarlarimiz, ko'p millatli musulmon birodarlarimiz bu yerga kelib jumalarda o'qishadi, namozlarda o'qishadi. Ko'pchilik mana shu yerda jamoat bo'lib kelishadi. Bu yerda ilmli qori domlalarimiz, olim domlalarimiz, qorilarimiz kelib bu yerda fatvolar qilishadi, ma'ruzalar qilishadi. Mana shu Koreya mamlakatida yurgan o'zbekistonlik hamyurtlarimizga juma kunlari mana shu yerga kelib juma namozlarini o'qishlarini taklif qilamiz. Bilganlar o'zi bilib kelar, bilmaganlarga taklif qilamiz. Mana shu yerda Seul metro Itaewon bekati 3-chiqishdan chiqib kelinsa, juda ham yaqin chiqib kelinadi. Biz bu lavhani internet saytiga qo'yib qo'yish niyat qildik. youtube.com saytidan Samat.uz sahifasiga kirsangiz bu lavhani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz bilan birgalikda ichkariga kirib borsangiz, batafsilroq ichkaridan tanishib chiqamiz. Marhamat, Allohning rahmatidan bahramand bo'linglar, biz bilan birga bo'linglar. Marhamat. Allohning rahmati sizlarga olsun.